Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan yana Abdurahmon Xos kanalida yangi model. O'zbekistonda hozircha 2 dona keldi deyishmoqda. Rasmga o'tkazayotganmiz deklarantlar. Ular yashil rangi, soyada turgancha qoraroq ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Narada oq rang bor. Uni ham albatta olib ko'rsataman. Xo'p, bu mashinaning nomi Geely Starship 7 hisoblanadi. Mana gabaritini ko'rib turishingiz mumkin. 4.7 metr uzunligiga ega. Bu avtomobilimiz positivli gibrid, ya'ni benzin motorda to'kishlab chiqaradi. Elektr motor esa mashinani yurgizishga yordam beradi. Gabaritlaridan birinchi balonlardan sekin boshlay qolaylik. Balon razmerlarimiz hammaga qiziq. 225 ga 55, 18-razmerli balonlar. Ko'rayotgan bo'lsanglar ham ancha qalin balon, ishlari ham juda zo'r. Xullas, mashinamiz полный наоборот. Buni solishtirish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zi ko'zimiz o'rganib qoldi. Bemalol buni changga nima deydi, chempionga solishtirishingiz mumkin. Yonma-yon turibdi, daryoda oqib, bemalol uni ham ko'rsataman. Hozircha faqat shu. Kalitlari ham juda ham chiroyli ishlab chiqarilgan. Anasi mana aytib emlamasa, qo'lim qora qilibman. Qo'limizni qora qilyapmiz. Xo'p. Geely, ya'ni kosmos degani. Xitoy tilidan bilmayman. Короче, mana bu kaliti. Tak fokus. Mana fokus. Mana kaliti. Emblemasi. Juda soppadayni. Xo'p, bu mashinani ko'rinishlari, fara qismlarini bunaqa dizaynda birinchi bo'lib lilarda ko'rdik. Shunaqa dizaynda ishlab chiqarilgan. Bu tepadagi обманка fara hisoblanadi. Pastda esa haqiqiy kerakli fara. Воздушный охлаждение kalotka uchun. Balonlarimizni охлаждение qilgan yerda teshik bor, ko'rdinglar, tuman kanalida воздушный охлаждение qiladi. Funksiyalari full holatda, tepada luk, panorama hamma narsasi bor. Endi kelinglar, buni anaqasini ko'raylik. O'lchamlarini aytib o'tib ketaman. 1.9 metr eniga hisoblanadi. 4.7 metr uzunligini hozir yana bitta yon fokusdan ko'rasizlar. Tak, mana fokus ko'ringlar. Bu shu 4.7 metr. 1.6 esa balandligi. Unchalik baland emas. O'zimizni biyadilar bilan bemalol bahslasholadi. 360 kamerasi, hamma narsasi bor. Pult upravleniyasi, ochish yopish va undan tashqari bosib tursangiz oynalari ochish yopish funksiyalari, hamma narsasi bor. Oynalar ochiladi, yopiladi. Xo'p, salon qismiga keladigan bo'lsak, hozircha yashilga, mana bejiy jigarrang holatida olib keldik. Oqqa oq degan. Birinchi motor qismida xarakteristikasiga o'taylik. Pastdan ochiladi akalar. Jaydari cho'kib ketyapti. Prosta texnik obzorlarimizni. Xullas, priborlarimizni olib kelishga ulgurmagan edim. Shuning uchun jaydarcha shunday telefonga olib, gers etib obzor qilishni boshladik. Hoppa! Ancha og'ir. Gazovi yanaqalar yo'q ekan, shuncha og'ir bo'lishiga qaramasdan. Tak, bir daqiqa. Hoppa, joylab olaylik, keyin bemalol ishlaymiz. Tak, gazovingiz yo'q ekan, bo'lganda zo'r bo'lardi, ko'tarish osonroq bo'lardi. Motor qismlari juda ham zo'r ishlangan. Bu benzinli motori 1.5 litr bilan jihozlangan. Bu atmosferniy ekan, men afsus turbo deb o'yladim o'zim. Atmosferniy bo'lsa ham yaxshi. 4 silindrlik L bitta liniyada joylashgan porshinlar bilan jihozlangan. Bu avtomobilimiz 112 ta ot kuchiga ega benzin motori. Bundan tashqari, pastda qo'lim qichig'iga ham ko'rinmayapti. Xullas, o'sha yerda elektr motor joylashgan. Tipa mana bu ham bo'lsa kerak. Xullas, bu yerda ko'p narsalar bor ekan. Pastki qismida elektr motor joylashgan. Bu oldi tortadigan mashina bo'lganligi uchun bu 218 ta ot kuchiga ega elektromobil, elektr motor hisoblanadi. Bu faqat to'kishlab chiqaradi. Anonisi esa faqat mashinani yurishiga yordam beradi. Bu yerda ko'rib turganingizdek jitkiz, antifriz, suv va konditsioner bor xolos. Siz ko'rib turadigan narsangiz yog'ini almashtirasiz, bularga qarab tursangiz bo'ldi. Boshqa narsasi yo'q hozircha. Xo'p, ichki salonlar. Priborlarga kirib o'taylik. Bu mashinani o'zgacha ajralib turadigan taraflari, mana bu kolonkalarda Flame Sound kompaniyasiga to'liq topshirilgan akustikasini hozircha 6 ta bor bunaqa kolonkalardan. Va undan tashqari mana bu yerda ham peshalkalari ham bor, mavjud. Sizni yuqori dinamikada musiqa eshitishingizni ta'minlash uchun. Va undan tashqari mana ko'rib turibsiz, MagSafe, ya'ni telefonni zaryadlash, mana bu qismi ko'p joyda bo'lmaydi. Mashinalarda bu mashina telefon zaryadlangan paytda qizib ketish ehtimoli bor, bu sovutib turadi.
va ko'p elektromobillar to'liq hamma priborlarni ekranga kirgizib yuboryapti. Juda ham noqulaylik tug'diradi. Konditsioner topish, qilish, shunga o'xshash narsalar va bu alohida pastga o'rnatib qo'yilgan. Bemalol konditsionerni shu yerda turib boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Ritchiklarimiz peredacha bu qismga joylashtirilgan. Volkswagenlardan necha marta ko'rganmiz unaqa peredachani. Skors qismi mana bunday qism ko'rinar ekanmi? Yo'q, skors ko'ramiz, men ko'rsataman. Opa. Ana, dichagimiz. Head-up display bor. Head-up displayda siz qani ko'rasizmi? Ana. O'sha chiroqni ko'rishingiz mumkin. Mana bu chiroq head-up displayga yordam beradi. Bundan tashqari lyuk panoramamiz mana bu yerdan turib boshqarasiz. Mashinamiz parkovkada 16 dyumlik ekran. Buni ham albatta aytib o'tishimiz kerak. Sensorli hamma narsa mavjud va anaqasi displeyda siz cruise control, liniya ushlash, keyin qisman avtopilot shunga o'xshash narsalarni boshqarishingiz mumkin bunda. Xo'p, mayda yoqilg'i sarflaringiz ko'rsatib turibdi. Ko'rganingizdek 7 km elektromobil holatda, 55 km benzin holatda. Bu jami ikkalasi to'ldirib bo'lgan paytda esa 1420 km masofa bosib o'tadi. Akalar, zo'rmi? 1420 km. Yaxshi. Endi men bu mashinani o'chirishimiz kerak. O'chirish uchun hech qanaqa knopka yo'q yoki men topolmadim hali o'rganib chiqqanimiz yo'q. Faqat hozircha eshik yopib, shuncha qulflasak bo'ldi. Da, eshik yopsak o'zi bo'ldi ekan. Ot, oynalar o'zi ko'tariladi, shunga o'xshash narsalar. Xo'p, bagaj qismiga kelaylik. Bagaj qismi bizga qiziqroq. Elektronni to'liq o'zi ochiladi avtomatik ravishda. Buni yana yaxshi tarafi mana pol ko'rib turibsizlar. Spalniy bo'lib beriladi to'liq ravishda. Tak, meni qisam ko'rinadimi sizlarga? Yoki-da ko'proq joy kerak bo'ladigan bo'lsa, sizlarga mana uni sal tortasiz. Pastga tushadi. Hop. Mana sizga mesta yana ochildi. Tepaga ko'tarsangiz spalniyga moslashadi, pastga tushirsangiz joyga moslashadi. Yana qo'llab qo'yamiz. Xo'p, buni mashinani afzalliklari, akalar. 1420 km masofa bosib o'ta oladi. Salmonlar qo'tib oladi. Mashinani obzorini ko'rib turinglar. His qilib. Xolos, bu avtomobil 1420 km masofa bosib o'ta olar ekan. Bir bak va bir batareyka sig'imi bilan. 218 ta elektr ot kuchiga ega, 112 ta benzin motorini ot kuchi jihozlangan. 18 razmerli balonlar. O'ziligiga kelamiz 4.7 qayta eslatib o'tyapman. Prosta shu yerga kelib videoni boshlayotganlar uchun. Xo'p, undan tashqari bizda bu yerda benzinlik bo'ladi, ichkaridan ochiladi bu albatta. Hozir ochib ko'rsataman. Buni kesib olib yoki qayerda saqlanib qo'yinglar bo'ladi. Benzin bokingiz mana bu yerda, mana shu yerdan turib ochiladi. Tak, mana bu yerda eng burchakdagi. Bossangiz bo'ldi. Benzin bokingiz qulfdan yechiladi va siz ochishingiz mumkin. 92 benzin qo'yiladi, mana bu yerda ko'rsatib qo'yilgan 92, lekin motor qismi hali atmosferniy. 55 ta litrlik bagaj bok sig'imiga ega, 55 litrlik bok sig'imiga ega. Endi batareyka qismiga kelamiz. Mana bu yerda esa batareykasini ko'rsatib qo'yilgan. Albatta bunda siz 25 kWgacha zaryad olishingiz mumkin. Kattasida yuqori kuchlanishlarga qo'ymaslikni tavsiya qilaman. Bu esa uy sharoitidagi 20 ta zaryadga olib bo'ladi. Bunga keladigan bo'lsak, uy sharoitida 4 soat yoki 5 soatda oladi. Sababi batareykasi ancha kichkina. Elektr bilan 120 km masofa bosib o'ta oladi CLTC bo'yicha, VLTC bo'yicha esa 100 km ni ko'rsatib o'tilgan. Batareykasi pastki qismida joylashgan. Hozir ko'rsatishga harakat qilaman. Mana shu splashnoy turgan narsa bu batareyka hisoblanadi, pastki qismida turibdi. U 20 kW ni tashkil qilar ekan, litiy jelezofosfat, ya'ni shu BYD-larimizda mashhur batareykasi bo'lmish litiy jelezofosfatni bilan jihozlangan ekan. 20 kW. Dışarıdaki bitti şu yaptırayım, şimdi kapot yapmalı. Kapotumuz o'ta olarak endi bu mashinalarda fara qismlarini bitta ko'rmasak bo'lmaydi. Narxini aytmayotganligim sababi bu narxlar o'zgarib turishi mumkin.
Lekin hozirda 2025-yildagi narxini aytib o'tib ketib qolaman. 28,5 ming, keyinchalik o'zgarib ketgan bo'lishi ham mumkin. Siz monitorda nimalarni boshqarasiz? Tak. Panorama, lyuk hamma narsani boshqara olasiz. Sizga panoramani ochib ko'rsatayotgandim, adashmasam. Palasi ushlaydigan hamma narsasi, adaptiv cruise control, hamma narsasi bor. Xo'p, biz faralar yaxshimiz kerak. Faralarimiz tak chiroq bo'limiga o'tamiz. Chiroq bo'limida mana yerda faralar bo'ladi. Faralarni istagancha o'zgartirishimiz mumkin. Tak, avarinka tepada. Nexus 3 noqulay derdik. Buniki tepada ekan. To'g'ri. Ketdik. Hozircha faqat yo'q. Hozir mana fokus tusha beraman. Go'zallikni qaranglar. Anasi mo tarafidagi qanot sifat qilib zo'r ishlangan ekan. O'rtadagi chiroqlari ham yonyapti. Haqiqiy faralar esa mana pastki qismida bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Buni ham ko'ramiz, buni ham ko'ramiz. Orqasini ham bitta ko'raylik. Voy, akalar, mo qaranglar, turishini qaranglar. Mashinamiz ham mashina. Xullas, Geely kompaniyasini. Xullas, bu yerda zerikan akalar, bemalol ko'rishinglar mumkin bu mashinani. Xo'p, materiallariga keladigan bo'lsak, zanglamas temirlardan foydalangan. Mana yerlar ancha stoykalari pishiq ishlangan hisoblanadi. Endi kapotni bilasizlar. O'ziga yarasha. Xo'p, endi sizlarga nimasini maqtansam ekan bu mashinamizni? Dalnisi mana pastdan yonardi, просто sherikim. Hozir so'rayman. Yana bitta so'rab, sizlarga dalnilarni yoqib beramiz. Deshadagi uzr, yana bezida qildik. Shunday farasini yoqaman. Buni oling. Yoqib bersangiz ham mayli. Yo'q. Bitta farasini olib bersangiz. Ular akalar dalnisini ko'ramiz. Yondimi? Dalni mana. Endi bilsangiz shunga yaqinroq bo'ladi-da. Yana tushmaydi hozir sizlar qo'ygan narsa. Endi buni oqini ko'rsataman. Tak. Mencha yoqdi degan bittaman. Faralari beskluchovoy do'st bor albatta. Yaqinlashsangiz bo'lsa, avtomatik ochadi, yopadi. Tak, panorama qismi. Hozir buni qayta obzor qilib beraman. Xo'p, bizda bar bor. Tashqari telefon qo'yadigan barda cho'k. Pastda. Xo'p. Hozircha shu sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam bu yerda Abdufova grip bor, ikkala sidinada. Orqa sidinani bitta ochib ko'rsataman. Bu o'zgacha estetika deydi-yu. Qaranglar. Orqalari ham keng. Hozir o'tirib ham ko'ramiz. Oppa. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu jigarrang podlokotnik qo'lingiz qo'yib olsangiz bo'ladi. Va orqada o'tirganingizda oyog'ingizda ancha joy ochiq qoladi. Mana bir quloq. Bitta 20 10 santimetrlarcha chiqadi. 10 santimetrlarcha joy ochiq bo'ladi. Bitga baho beringlar. Panorama mana shu chiroyli turadi. Ancha katta ekan panorama, lyuk ham bemalol bor. Bu ichki salon. Mana shunaqa ko'rinishga ega bo'ladi. Hozir haydovchini o'rnidan ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana bunaqa ko'rinishda sizga ko'rinadi mashina. Xo'p, akalar, mashinani hamma narsasini aytdim degan umiddaman. Yoqilg'i sarflari. Buni ham aytib o'tishim kerak. Sizlarga yoqilg'i sarflari qiziq, har doimgidek. Bu mashinaning yoqilg'i sarfi 4 litrcha bo'ladi. Sababi benzin motor faqat tok ishlab chiqarishga mo'ljallangan va elektromotor yurgani uchun benzin motor faqat 4 litr yoqilg'i sarf etar ekan. Bu ham masofaga qarab har xil o'zgaradi-yu. Mana shu atrofi. Mana bu oqi. Ko'rib turganingizdek, Geely Starship mana bu chempion. Bo'y jihatdan keladigan bo'lsak, ikkalasi ham bir xil. Eng jihatiga keladigan bo'lsak, BYD sal uzunroq, lekin uzunligi jihatdan mana qaranglar. Pasti teng turibdi ikkalasi. Mana bu uzunroq. Chempionga qaraganda. Hop, oqi ham ancha chiroyli.
Ichlari ham oq rangda turibdi. Молочный emas, bitta sochniy rang turadi. Menga ko'proq yashilidan ko'ra oq yoqdi. Old ko'rinishini ham bitta beraman buni. Sizni fikringiz qanaqa? Mana chempion mordasidan hamma zerikdi, ko'pchilik olib ko'payib ketdi ham. Mavi esa Starship. Ixchamgina shahar yo'llariga yaxshi, gibrid, bemalol haydasanglar bo'ladi. Keyin yangi dizayn. Qiziq. Xo'p, bu mashinani avtosalondagilar boshqa to'lov 20% bilan yana qilib beryapti, rassrochka qilib beryapti. Bemalol rassrochkaga ham xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, sizlar bilan Abdurahmon qo'ldan kelgancha xarakteristikasini aytib o'tdim. Streamda yana bitta yig'ib aniq qilishga harakat qilaman. Bu mashinani haqiqiy xarakteristikasini, nechta nechta pozitsiyasi bor, qachon ishlab chiqarishni boshlandi, hammasini o'tkazaman. Keyin konsepsiyasi ham zo'r bo'lgan ekan, menga yoqdi, bitta ko'rishinglarni. Bu mashinani o'zi ma'nosi Geely Starship 7 da, ya'ni kosmos yulduzlar kemasi degan ma'noni anglatadi o'zbekchasiga o'g'irsak. Boyoviy kemada, harbiy kemada bu mashinani konsepsiyasini qilingan, ya'ni birinchi marta e'lon qilishgan, juda ham chiroyli chiqqan ekan. Mashina narxi 28,5 ming hozirgi kunda narxi. Yiliga qarab olinglar YouTube'dagi ikkala qayta ko'rayotgan bo'lsanglar. Parktroniklari bor, orqa vitni kamera, oldi Abduf Abakirov hamma narsasi bor. Qo'ldan kelgancha hammasini aytdim degan bittaman, yana bitta professional video qilishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Keyingi videolarga ko'rishguncha xayr. Kommentariya, like, hammasini bildiringlar. Aktiv tushib ketyapti, biratlar.